Men uxlamabdi bugün, davay kirib ko'raychi. Ishqilib hiylab ishlasin-da. Qaraydi Fakirdan qutulganimizdan dedi. Kirib ko'raylik chaqari. Men uydamisiz? Men uxlamadingizmi? Men. Hey, kiraver. Kimsan? Men Jentelman. Ha, kir. Salom, men uxlamadingizmi? Da, uxlamadim. Sen nima qilyapsan kechqurun? Uxlasang bo'lmasmidi? Men bitta yomon xabarim bor. Qanaqa xabar? Qarochi, ona Fakir xavfli odam. Fakir? O'zi Fakirmi? Da, o'zimizni Fakir, u xavfli odam. Miya ishlaydimi qanaqasiga? Qarochi, bu qishloqni yo'q qilaman degani eshitib qoldim va katta granat topganini ko'rib qoldim. Uyga yashirdi. Nima? Rostami? Da, shuncha Fakirga qutulishimiz kerak. Da, endi qishloqni yo'q qiladimi? Xo'tiravayver, menda bitta reja bor. Qanaqa reja bor? Qarochi, menda bedrock bor. Shu bedrock bilan nimani yo'q qilamiz. Men nima edi? Fakirni uyni yopib tashlaymiz. Nima deysiz shunga? No, yaxshi fikr. Lekin bedrock qayerdan olding? Endi bitta joydan oldim, tashingiz bo'lmasin. Qarochi, yana tushmasdan oldin katta qilib qo'yaylik. Hamma qishloqlar to'playdi. Da, okey. Rahmat senga shu xabarni yetkazganing uchun. Ha, men bo'ldi, ketdim men. Bo'ldi. Qani sen Fakir shoshmay turgin, menga qilgan hammalar qilgani uchun javob berasan. He. Yaxshilab yopinglar. Hech qayeri ochiq qolmas bu. Qani Fakir bizni yo'q qilmoqchi, o'zini yo'q qilamiz. Davay, yaxshilab yopinglar. Ha, yopinglar hammalaring, davay. Turdim. Nima hali ham qorong'imi? Nimaga ham yo'q qorong'u? Oxiri yarq tushdi-ku. Soat necha bo'lyapti? What the fuck? 11:30 da soat qorong'u bo'lyapti. Yo'mayo. Qiziq. Bedrock? Yo'ma. Nima? Kim meni uyimga bunchalik bedrock bilan urib chiqdi? Yo'mayo. Kim meni bedrock? Yo'q, kamera yo'qdim. Yo'q, hammaga salom bolalar, men sizlar bilan Fakir. Men yangi uylarga xush kelibsizlar. Ular do'stlar qorasalaring, kim meni uyimga bunchalik bedrock bilan urib chiqdi? Kanalga obuna va like bosishni unutmanglar do'stlar. Iltimos like bosib qo'yinglar. Kimni yopishi mumkin endi uyimni? Fakir, rejaga o'xshamadimi kim? Nima qayerdan kelyapti? Mana bundan kelay menimcha. Voy, mer, meni qutqaring iltimos. Mer. Fakir, ajab bo'lsa rejaga o'xshamadimi? Seni shunaqa bedrock bilan qulflab qo'ygan, butun umrga chiqa olmaysan. Yo'q. Meni gapim eshitilmaydi ularga, lekin ular gapi menga mana orqali eshitiladi. Yo'q, nimaga unday qilishi mumkin meni? Kim qilishi mumkin? Albatta kim bo'lardi mer qilganda. Qanaqa reja? Amir yoshma deyapti, nima deyapti? Yo'q. Qanday chiqaman endi? Yo'q, hozir Fakirlim bormidi meni? Yo'q, meni Fakirlim bor edi. Hozir Fakirda mana bu yerlarda yorqib chiqamiz. Bu afshi buni buzishni ilojisi yo'q. Yo'q. Fakir, reja amalga oshmay qoldimi? Ajab bo'lsa-ku, sen butun umringni shu yerda qolasan. Yo'q. Iltimos meni qutqaringlar. Men hech narsa qilganim yo'q. Qanaqa reja? Yo'q, qanaqa reja? Meni qutqaringlar iltimos. Yo'q. Hozir kirka bedrockni buz bo'lmasdi diyor rostdan. Nurini ko'ramiz tavakkal qilib. Mayli. Qo'lim bilan nima qilib ko'rdim, lekin qo'lim og'rib ketdi. Yo'q, hech narsa bo'lmayapti-ku. Yo'q, iltimos meni mer qutqaring, mer. Eshitilmaydi-ku. Yo'q. Pastdan chiqsam bo'ladi-ku. Yo'q, hozir lapatka olib kelgayin do'stlar. Lapatka olib kelsam, ularda o'zicha meni oldirmoqchi bo'ldi-da. Ular o'qigan kitobda men yozganman, ukatoylar. Maylidan bunday chiqsam bo'ladi-ku axir. Bedrock? Yo'q, do'stlar. Nahotki pastda ham bedrocklar hamma yo'qdi. Bedrocklar butun umrga shu yerga qolib ketsam. Yo'q. Nima qilsam bo'ladi-ya? Yo'q. Bedrock qanday chiqaman endi? Yo'q, butun umr shu yerda qolib ketamanmi? Yo'q, nima qilsam bo'ladi? Butun umr shu yerda qolib ketamanmi? Yo'q. Uni soqatishni boshlayapman chunki zakda mana bu yerlar do'stlar, zak. Muzdayda, xullas salqin. Yo'q, yoptoq ham tushmaydi endi, yoptoq ko'ralaymanmi? Yo'q, nima qilaman endi? 6 ta ele go'shim bor, bu necha kunga yetadi bilmayman. Qorin hozircha to'ydi. Yo'q, betim yuvmasdan yeb oldim-ku.
Yo'q do'stlar, yomon qiynalib ketyapman. Уже qiynalishni boshlayapman. Pastlarda ham balki mana bu yerlar tekshirib ko'raylikchi do'stlar, qani. Yo'q, hammasi shunaqa do'stlar. Nima qilsam kuni do'stlar, hamma pastda boshgacha shunday qilib chiqsa kerak. Ancha bo'ldi-ku o'tirganimga. 1 soat bo'ldi pashtim. Muzlab qoldim do'stlar. Juda ham sovqotyapman boru. Juda ham sovqotyapman. Fakkel istammi kuni. Jichcha fakkelda issig'i bor, lekin juda ham qo'llarim qatib qolgan, chunki zak do'stlar juda ham muzday. Quyosh bitta ham kelmaydi do'stlar. Yo'q, hozir yarim qorong'imi shuni ham bilmay olmayman. Nima qilganim uchun, axir men nima qildim ularga do'stlar, men hayronman. Nima qildim unga? Menimcha haligi men dushman jitel qo'shnim bordi do'stlar, o'ta qitmir ashing bilan ko'p urushardik. Yo'q, u bo'lmasa kerak. Axir bu buncha qo'li bormas. U sovqatib ketyapman. Politsiyaga qilardim, internet yo'q, mana Bedrock internet o'sib qo'ygan. O'zicha sig'ida turayinchi, nima bo'layapti? Xullas kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar do'stlar. U sovqatib ketyapman boru. Nahotki bitta ham chiqish yo'li yo'q bo'lsa do'stlar. Nahotki chiqish yo'li bitta ham yo'q bo'lsa. What the fuck? Do'stlar, axir ahmoq jitellar mana bu yerda qilishmabdi-ku. Do'stlar, chiqib ketsam bo'ladimi demak? Chiqib ketsam bo'ladi demak do'stlar. Chiqib ketsam bo'ladi, davay. Yo'q, lekin mana bu yerlarni nima qilib tashabdi-ku? Yo'q, qanday chiqaman? Mana bu yerda qaranglar. Chuqurlab chiqib ketishim bo'ladi. Hozir mana bu yerni chuqurlab ko'raylikchi, bir ten tavakkal qilib ko'raylik, qani balki bu yoqda Bedrock bilan uğraşmagandir. Qani chiqib ko'raylikchi, tevalar ham Bedrock bilan-da. Kecha yuraraylikchi, kirkam olib kelmabman. Toshni ham nima qilardim, qazir edim. Mana bu yerga ham fakkel qo'yib qo'ysalik, mayerda Bedrock qilmagandir. Yo'q do'stlar, mana bu yer Bedrock emas. Yo'q, qutildim menimcha. Yo'q, 2 soatcha turdim, va nihoyat quyoshni ko'rdim. Yo'q, davay chiqaylik do'stlar. Yo'q, quyosh. Yo'q, ser quyosh. Yo'q, shuna qilish, ahmoq yigitlar. Nima qilishing meni yo'qmi? Fakkel qanday chiqdi? Nima qilding-mi deyapman, ha? Yaramaz jitel. Fakkel iltimos urma, menda aybi yo'q. Hamma aybga o'sha qo'shni jitel. Nima? U aytdi, sen bizni qishlog'imizni yo'q qilmoqchisan ekan, granat olib kelibsan yo'q qilgani. Yo'q. Qanaqa granatni? Qara shu narsa qo'limda yo'q-ku, uyimni qilib tekshiruvchi. Shuna dedi-da. Qani o'zlari endi. Merga borayinda, mer. Yo'q, mer. Fakkel chiqdi, Fakkel. Mer, nega meni qulfladilar? Fakkel, qo'shni. Ha, uni jitel aytib berdi. Qani o'zi? O'zi ko'rmayapti. Men hech narsa qilganim yo'q, o'shamasangiz tekshirib ko'ring ham yo'q. Sen o'zing qayerdan chiqding? Qanday chiqding? Men hamma yo'qni yo'lini topaman, baribir hech narsa qila olmaysizlar, qarochi. Tezroq hali jitel topib bering, bachani chiqarib kerak. U yo'q-ku. U Bedrock qayerda olganini so'ramadingizmi? Yo'q. U chit ishlatgan axir. Chit ishlagan bilasizmi? Yoki banlanadi yoki militsiyaga beriladi-da. Yo'q, chit ishlaganmidi? Unda davay admin chaqiramiz unda. Yo'q, mayli, politsiyani chaqiravering, adminga o'zi beradi. Biz bunaqa ishlarga aralashmay qoraylik politsiya bilan. Mayli. Uzr Fakkel lekin. Yo'q, mayli, kechirdim. O'zim topish kerak. Hozir politsiyaga qilinglarchi, o'zim qilaman, sizlar qilmay qoringlar. Allo politsiya. Qarochi 13-qishloqqa boring, ish bor edi. Qarochi politsiya shunaqa gaplarda. Endi olib ketamiz dedi. Da olib ketaveringlar, uyda o'tiribdi, boya kirga turibcha gaplashib qo'ydim. Olib ketaring. Xayr, unda men olib ketay. Da shunaqa ham bo'ladi do'stlar, juda ham qiynalib ketdim, men aqlim muzlab qoldim-ku. Shu yergacha videoni ko'rsalaring, hammaga xayr bo'lsin. Men sizlar bilan Fakkel bo'ldim. Video yangi xullas kanalga obuna va like bosishni unutmanglar do'stlar. Qarochi men tezroq 100 ta bo'lishim kerak do'stlar. Ozgina qoldi va like bossalaring aktivim ko'tarilib ketadi. Shuning uchun do'stlar iltimos like bosib meni qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Hammaga xayr bo'lsin.